Ushbu jangda Islom Maxachov va qanaqa ustun taraflari bor? Kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Ungacha siz obuna bo'lishni unutmang. 10 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Islomning birinchi kuchli tarafi masofani nazorat qilish va doimiy pressing. Islom jangni qaysi etajda va qanaqa tempda bo'lishini juda yaxshi nazorat qiladi. U to'pi oldinga yuradigan NPC emas, u raqibini o'zi xohlagan joyga harakatlanishga majbur qiladi. Ikkinchi ustun tarafi esa grappling va submissionlar. Islom kurashda juda ham yaxshi IQ ga ega. U parterdagi pozitsiyalarni juda yaxshi nazorat qiladi va parterda sirazi submission qidirmasdan oldin raqibini ozgina charchatadi va qulay paytini poylab submission bilan jangni to'xtatadi. Islom Maxachovning 3-ustun tarafi bu narsaga juda ham ko'pchilik e'tibor qaratmaydi va juda ham katta xato qilishadi. Islom raqiblariga juda ham yaxshi adaptatsiya qiladigan jangchi. U jang boshlanishi bilan Hamzatga o'xshab maksimal tempda harakat qilmaydi. Aksincha, raqiblari zarbalariga qanaqa reaksiya qilayotganini, takedownlardan qanaqa himoyalanayotganini va zarbalardan keyin qaysi tomonga harakatlanishini o'rganadi va Islomni oktagondagi shaxmatchi desak ham bo'ladi. Do'stlar, ushbu jang haqida fikringizni kommentariyada qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.